Assalomu alaykum, men manglar xush kelibsizlar. Bizning vaqtni ching tutaylik. Bugungi leksiyamiz cho'ng ikki temada bo'ldi. Birinchisi oiladagi kayfiyatning bolalarga ko'rsatilgan ta'siri. Ikkinchisi oila tarbiyasida dadalarning roli yoki funksiyasi. An oxirida biz bir mumkin qadar uzunroq vaqt ajratib, savol-javoblik bir vaqt ajratmoqchi. Avval biz birinchi leksiyamizdan boshlaylik. Hamda biz ailedeki keyfiyatga vaqtimizda bu ko'pincha ota-onalarning yuz bergan voqea hodisalarga tutgan pozitsiya, muomalasi va psixik alomatlarning oilada paydo qilgan kayfiyati va bu kayfiyatning bolalarga ota-onalarning maqsadsiz, ya'ni ota-onalar bilib bilmay balalarga qanday ta'sir ko'rsatayotganligi haqida bo'ldi. Men bakrak buningda taqib konkret bir narsa haqida to'xtalmoqchi. Chunki yaqinning yoqi mening ba'zi kuzatganlarimga asosan nihoyatda bir xatarlik bir yuzlanishni his qildim. Hamda hammamizga ma'lum, ya'ni yana takror deyishning hojati yo'q. Biz mislsiz bir zulm, azob uqubat ichida. Albatta bizning hammamizning bu zulm, azob uqubatning bizning psixik dunyomizga ta'sir ko'rsatmasligi va uning ma'lum shaklda ifodalanmasligi mumkin emas. Çünkü biz bir insan bulu süpütümüz bilen bu kadar vahşi zulüm aldı da hiç boğmağanda gürenmeyimiz. Hem hiç boğanda yürüyüşümü sağlam işemez. Ama hazır mesele bunun bilenle çeklenip kalan emez. Benim küzütüşümce bulup mu belki bir yerde oltuğallağının içinde balları toluksuzda okuyatkan atağınla köprek buluşu mümkün. Ballarımız toluksuzda çıkandan keyin yani 12 yaştan keyin asta etrafı hakkında, dünya hakkında, kelgüsü hakkında yani bir kadar abstrakt temalar hakkında oynanışa başlaydı. Hem de hazır biz ailede qanday bir keyfiyat paydo qilyapmiz desa bizga kelgan bayam deganimga o'xshash qiyinchiliklar intayin ko'p bo'lg'achqa birisi biz bilib bilmay oilada ziyoda qaqshaydigan bir keyfiyat paydo qildik. Qaqshash, shikoyat qilish, butun dunyoning bizga nihoyatda tor bo'layotganligi, xuddi bizning kelgusimiz, aytimiz xuddi hozirgidek qorong'u va umidsiz bo'lganligini ma'lum shaklda ifodalayapmiz. Albatta biz balamiz shuni anglasin deb qilmaymiz buni. Masalan, uyga do'stlarimiz, mehmonlarimiz kelgan vaqtda tabiiy shu masala haqida qaqshaymiz. Endi bayon deganimdek, agar vatandagi zulm bilan cheklangan bo'lsa, yana mayli. Ammo hozir biz bulupmu Türkiye'de yaşayotgan Uyg'urlar iqtisodiy qiyinchilikdan iborat nihoyat obyektiv bir besim ostida. Yani mal bahasının ziyade igizbas bo'lishi, iqtisodiy qiyinchiligimiz, yana kelib pul topolmasligimiz, qilgan savdolarimizni tekrar o'ngsizlikka uchrashimiz, andan keyin bu hodisalarning uyda so'zlanishi, xotin orasida yoki uyga kelgan mehmonlar orasida tekrar tilga ilinishi, so'zlanishi bu bizning yenimizda o'tirgan yoki yandagi uyda o'tirgan bolalarning quliqiga yetyapti. Bizim balalarımız bunu anlamadı. Ondan keyin ikinci bir tarafı. Hem de üçüncü nihayet mühim bir tarafı var. Belki bunu elbette biz his qilmagan bo'lishimiz mumkin. O qaysi tarafı desa, hozir umumiy Türkiye miqyosida mı cho'ng jihatdan bir ig'ir, bir shikoyat kültürü hukm surgulik. Yani butkul mayli maktabda o'qiyotgan o'quvchilar, yashayotgan fuqaro mavjud tuzumdan, sistemidan, iqtisodiy ahvoldan, vaziyatdan hech nimadan rozi emas va bu razı emesligi her vakit tilg'anadi. Maktablarda, mesela otur maktabda bolalar o'qiydiganlar saboqdoshlarining kelgusida nimani o'ylaydiganligi haqida paranglashib baqsin. Mesela Türkiye'de o'qiyotgan Türk o'quvchilarning nurg'unlarining kelgusida yaxshi oliy maktabga o'tsa, o'qigandan keyin Turkiyaga qaytib kelmaydiganligi, bu davlatda yashirchilik holining qolmaganligi, cho'qim Yevropaga ketadiganligi yoki Amerikaga ketadiganligi degandek, ya'ni bu davlatning kelgusi unchalik go'zal emas degan uchurni bizning bolalarimizga beryapti. Bizning bolalarimiz buni anglayapti. Endi bunday ahvolda endi yuqorida tilga olganlarini bir sanab boqaylik. Biz o'zimiz bevosita uchrayotgan zulm, o'zimizning yo'qolib ketgan urug' tuqqanlari, ota-onalarimiz, farzandlarimiz, andan keyin unaga ergishib kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar, bizning amalsizligimiz. Endi undan boshqa bizning hozir yashayotgan Turkiya jamiyatidagi muhitda biz va bizning bolalarimiz anglayotgan haddidan ziyoda umidsiz bir kayfiyat bizning bolalarimizga ta'sir ko'rsatmoqda. Buning ta'siri ifodasi qanday bo'lishi mumkin? Mening kuzatishimga qaraganda bizning hozir to'liqsizda o'qiydigan, sal yuqori yillikka chiqqan bolalar, hatto to'liqda o'qiydigan bolalarda texmi tirishib ugunib, texmi yaxshi oliy maktabga o'tib, o'zining kelgusini texmi yaxshi barpo qilish haqidagi ishonchi asta ojizlayapti. Albatta bu hamma bolalarda bunday bo'ldi deb aytmayapman. Nihoyat nurg'un ko'p qism bolalarda bu kayfiyatni his qilyapmiz. Masalan, mening bolam 2 hafta burun bir gapni qilib keldi. Mening sinfimdagi bolalar
keyin hozir 9-sinfda o'qiydi, ikkinchi bola. Kelgusida hammasi Turkiyada tumaydi ekan. Ularning deyishicha o'qish bitirsa ketadi ekan dedi. Hadi buning ma'nosi nima? Sen Turkiyada tursang, har qancha tirishsangmi, har qancha oliy maktabga kirsangmi, mayli qanday qilishingdan qat'iy nazar, sen o'zingning bir parlaq kelgusini bu davlatda yarata olmaysan degan bir ushurni berdi. Endi o'zining kelgusini tirishsimi o'zgartirmaydigan ishongan odamlar nima ish qildi? Tirishmaydi. Gayet oddiy. Endi bu shikoyat, bu qaqshash amaliyotda ve bizdeki bu ümitsizlik, bu pasif duygu bizim balalarımızga yokudu. Yani şu şekilde yokuvadı. Ondan olgandan keyin balam biz tirishib bilgandan yaxshi o'qigan desek, gerçi bizga ochiq oshkora itiroz bildirib, yaxshi o'qiganning nima foydasi deyanmagan taqdirdami, ichida deydi. Dadam anam bunda degani bilan baribir bu yerda yaxshi o'qisaqmi, foydasi yo'q ekan u. Yaxshi o'qisaqmi biz bu yerda ya kelgusi ya bir kasb ya bir iqtisodiy ishda g'alaba qilib qila olishimiz taskan bu. Onda da ben onca yaxshi o'qib ketmasammi, bo'lavergidek degan tuyg'uga keladi va kelyapti. Endi bu aloqa biz ota-onalarning bilib bilmay sodir qilayotgan shu oiladagi yaratayotgan passiv, umidsiz kayfiyatining bizning bolalarimizga yo'qishi. Chunki kayfiyat yo'qidi, xuddi kasalga o'xshash kayfiyat yo'qidi. Bir narsani tasavvur qilib boqayli. Agar sizlar buningdan ilgari faqat bir futbol musobaqasi ko'rib boqmagan bo'lsanglarmi, agar do'stlaringning zo'ri bilan bir futbol musobaqasiga ko'ngil borgan bo'lsanglar, maydondagi kayfiyat nihoyatda jo'shqin, nihoyatda qizg'in bo'lsa, tabiiy yo'sinda bizmi o'zimizni yo'qitib, vaqirab ketishga boshlaymiz. Atrofdagilar nima deb qolar? Vaqirsam ovozim sat chiqarmi, chiroyli chiqarmi degan narsani unutib ketamiz. Bo'lmasa biz azaldan futbol musobaqasi ko'radigan futbol xuma odam emas. Ya'ni shu yerdagi vaqtliq kayfiyat bizni ma'lum vaqt o'zimizdan ayirib etadi. Namoyishga chiqqan kishilarmi aslida yo'ldagi derazalarni chaqqisi yo'q, uni o'ylab chiqmaydi. Mashinalarni o'rnatishni o'ylamaydi. Ammo shunday boshlanib qolsa, u kayfiyat xuddi yuqumli kasalga o'xshash hamma odamga yuqudi va uning harakatiga ta'sir ko'rsatadi. Hamda xuddi shunga o'xshash bizning oilada mana shunday maqsadlik va maqsadsiz yaratgan kayfiyatimiz bizning bolalarimizning kelgusiga bo'lgan ishonchini barbod qiladi. Umidsizlik degan nima? Umidsizlik deganimiz mavjud holatning, ya'ni hozirgi nachar mavjud holatning o'zgarmaydiganligiga birinchidan, ikkinchidan bizning o'zgartirmaydiganligiga bo'lgan ishonchimizdan tug'ilgan bir passiv ruhiy holat. Umidsizlikning alohidligi bizni hech qanday ish qilmaydi. Agar psixologik nuqtadan buning boshqa alomatlarini so'zlasak, umidsizlik, tushkunlik hatto odamni kasal qilib o'tadi, mavjud kasallarni texmi ig'irlashtirib o'tadi. Buning patologik alomatlari deyli intayin jiq. Buning maxsus to'xtalishning hojati yo'q. Ammo umidsizlik, bunday tasavvur qilaylik, biz qop-qorong'i bir o'rmonga kirib qoldik. Hech qanday yerda bir yo'q bir narsani ko'rmasak, biz bir qadammi oldimizga qadam ololmaymiz. Nishqa? Chunki biz bu yo'lning bizni qayerga olib boradiganligini bilmaymiz. Bu qorong'ulik bizga bir vahima keldi. Chunki umidsizlik shunga o'xshaydi. Agar biz hech qanday bir narsani umid kutilmagan ahvolda, vaqtda bu bizning harakatimizga ta'sir ko'rsatadi. Vaqtda masalan bir saatda tabliq qilib yoki yaxshi ishlash haqida, yaxshi o'rganish haqida tabliq qilsa-mu, ammo bizning umidsiz kayfiyatimiz bizni aksicha bir natijaga qoyil qildi. Ya'ni har qancha tirishsak baribir o'zgartirmaydi ekanmiz deydigan narsa. Amaliyotda Xitoyning maqsadiga yetmoqchi bo'lgan yana bir muhim g'arazi shu. Ya'ni bizni barliq umiddan mahrum qilmoqchi. Amaliyotda Xitoy bizning zaminimizni ishg'ol qilib olgani yo'q. O'zining shu zulmlari bilan, shu o'yinlari bilan bizning ruhiy dunyomizni ishg'ol qilishga urinmoqda. Agar biz ashuni ruxsat qilib, o'zimizning ruhiy dunyosini ularning dafsanda qilishiga tashlab bersak, ya'ni tang umidsizlansak, tushkunlansak, o'zimizga bo'lgan ishonchimizni yo'qotsak, vaqtda Xitoylar bizning zaminimizni besib olgandimi bakrak g'alabaga erishgan bo'ldi. Shunlashqa mening deydiganim ota-onalarga. Bizning tashqi dunyodagi, balkim biz deyishimiz mumkin bu gaplarni olgandan keyin, ammo haqiqatan reallik shunda tursa deb o'ylashimiz mumkin. Ya'ni qaqshayli desak, qaqshig'idek narsa bor. Yig'layli desak, yig'lag'idek narsa chiq. Ammo kulayli desak, kulgidek hech qanday ish yo'qmi? Undami emas. Endi bizning shu qorong'u kayfiyatimizni agar biz uyda shunda ifodalasak, er-xotin orasida bu xil temalarda texmi jiq so'zlasak, ochsak, undan keyin bolalarimizni yaxshi o'qi, tirishqin degan gapimizning bak jiq ahamiyat olmaydi. Chunki biz bolalarimizning kelgusi haqidagi chet elda o'z kuchiga tayinib, iqtidoriga tayinib, titrab turib yashash irodasini biz bilib bilmay paltilagan bo'lamiz. Şunlaşqalık bu biz angsızlarca sadır qılayotgan ig'ir xatoliklarning biri deb o'ylayman. Endi oxirida meningcha chuqur so'rashinglar mumkin.
unda da qandaq qilamiz deymiz ғой endi. Agar biz ma'lum bir masalaning mavjudligiga ishonsek, u vaqtda unda bu masalani qandaq hal qilamiz deb so'raymiz. Men tuvanda bu mushu masala haqida bir qancha taklif narsalarni samimlarga sunaman. Birinchisi, eng muhimi, oilada ota-onalar mayli umidsizlik qanday bo'lib ketishidan qat'iy nazar, o'z kuchimizga tayanib ishlaymiz, harakat qilamiz. Agar biz bu yerda qanday qilsam hech qanday ishda natija qozongan bo'lmaydi ekan deb bekor yursaklar, bu bizning bolalarimizga ajoyib ig'ir ta'sir ko'rsatadi. Men hali so'zlayman, ota-onalarning bolalarga ko'rsatadigan ta'siri, eng muhim ta'siri ularning so'zlaganlarida emas, ularning qilganlarida. Ya'ni qanday harakat bilan ulgu olganligida. Mayli maoshi az bo'lsin, topgan pulimiz yetarli bo'lmasinmi, ammo bizning jabo tortib ishlayotganligimizni, bizning shu umidsiz holatdami umidsizlanmayotganligimizni, Allohning chuqur bizning tirishchanligimizga mukofot berilganligini o'z amaliyatimiz bilan bolalarimizga ko'rsatishimiz lozim. Ya'ni harakatimiz bilan so'zlashimiz lozim bolalarga, ig'izimiz bilan emas. Ikkinchisi, ziyoda shikoyat va qaqshashni to'xtatamiz. Hamda bir musulmon amaliyotda dunyoda yuz bergan musibatlarni cho'ng jihatdan ikki xil strategiya bilan hal qila oladi. Birisi beshiga kelgan musibatlarga sabr qilish bilan, ya'ni uni qabul qilish bilan. Sabr qilish deganlik qabul qilish, albatta yetib olish deganlik emas. Sabr qilishning Uyg'urchadagi iste'molida biroz xato tushunish bor. Mesela düşman oldida sabr qiling desa, dushmanga yetib biring, tizilib biring deganlik bo'lmaydi. Dushmaningizga qarshi mushtumingizni ching turing, ammo hozircha otmang deganlik. Ammo mushtumingiz har vaqt turuglik tursin deganlik. Sabr asli bundan narsa. Bu bizga kuch beradigan sabr. Ilqi psixologiyada deyiladi, odatda qaqshash, ya'ni tilimizdagi qaqshash bizning kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatadi. Bizning kayfiyatimizga ta'sir ko'rsatadi. İbay deganim hamda ikkinchi qurolimiz musulmonlarning o'zini umidvor tutishdagi minnatdorlik tuyg'usi. Ya'ni tashakkur aytishni bilish, rahmat deyishni bilish. Bu ham deganimdek, garchi biz nurg'un narsalardan mahrum qolgan bo'lsak-mu, ammo biz hamma narsadan mahrum qolmadik. Bizning o'sha erkinligimizning o'zi, shuning o'zi eng cho'ng bir ne'mat. Agar buni qadrini hozir bilsak. Yani hozir biz o'zimizning bu erkinligining bir ne'mat ekanligini asosida unutib ketyapmiz. Chunki erkinligimizdan yetarli o'zimiz foydalanmaganligimiz. Yana bir jihatda, insonning tabiati shu-ku. Ne'matlarni doim tilga olib turmasak, birsimizning samiga selib turmasak, unutib ketamiz. Masalan, Qur'oni Karimda nurg'un oyatlar bor, mana diqqat qilib boqinglar. Alloh bizga o'zining mavjudligini bildirish uchun yeyotgan tomoqlaringlarga qaramamsizlar, nafas olayotgan havoga qaramamsizlar, ustinglardagi osmonga qaramamsizlar deb biz har kuni bizga putlashib turayotgan, ko'zimizga taqishayotgan narsalarga qaranglar deydi. Hargiz shamolning keyinidagi kuchga qaramamsizlar deb biz azroq tadqiq qilgandan keyin, tekshirgandan keyin an topalaydigan yushurun narsalarga emas, bizning ko'z oldimizda har kuni biz putlashib turayotgan narsalarga qaranglar deyapti. Nimishqa? Chunki biz ameliyatda ba'zi vaqtda har kuni ko'rib turadigan, har kuni huzurlanib turadigan, har kuni bahramand bo'layotgan ne'matlarni unutib qolamiz. Uning qadrini unutib qolamiz. Doim ilkimizda yo'q narsalarni xuddi faqat ashunga erishsamla uningdagi mening barliq orzuyim amalga oshadi deb o'ylab qolamiz. Amaliyatda unda qolmaydi. Shunlashqa shikoyat odatidan qutulish, qaqshashni eng tuvan chekka tushirish. Bu bizning o'zimizning psixik kayfiyatimizni nihoyat yaxshilaydi. Uning usuli minnatdor bo'lishni o'rganish. Hamda hozir biz o kadar bir mayli to'g'rining ta'siri, mayli ijtimoiy sharoitning ta'siri bo'lishi mumkin, mayli nimaning ta'siri bo'lishidan qat'iy nazar, biz hozir asosan ma'lum bir masala yuz bergan vaqtda biz cho'qim ma'ningda bizga foydali nimalar bor, ma ishning yaxshi yeri qaysi degandan bakrak, ma'ning yomon yeri qaysi deb ko'rgan bo'ldik. Masalan, 10 xil ish bo'lsa, bu ishning 9'u bizga foydali bo'lsa, bizning diqqatimizni bizga ziyonli qilgan 10-chisi tortadi. Ya'ni bo'lsin, 9 yaxshi bo'libdi deb o'ylamaymiz. Ben buna bir misal alayım. Ata Allah. Mesela biz ballarga nisbeten şundan muamele qilamiz. Ballarımızın qilgan to'g'ri ishlari bizning diqqatimizning sirtida qoldi. Masalan, ballarimiz ma'lum bir kuni kelib o'zining yoki atiyanda qo'pqandan keyin jeyini vaqtida yig'ayotgan bo'lsa, ko'pincha vaqtda xuddi u qilishga tegishli ishni qilayotganda uni maqtab o'ltirmaymiz. Ammo jeyini yerga tashlayotgan vaqtda u chuqur qattiq yapanlaydi. Ya'ni balamiz to'g'ri ish qilgan vaqtda uni maqtashni unutib qolamiz. Ammo xato ish qilgan vaqtda onun öyle hesaplashni herkes unutib qolmaymiz. Ya'ni bizning diqqatimiz balki inson shunda yaratilgan bo'lishi mumkin. Buluşliq ishlarga qaraganda buluşsiz ishlarga diqqati bakrak markazlashadi. Shunlashqa hozir bizning hayotimizdagi fursatlarga qaraganda tahdidlar bakrak diqqatimiz kelishi mumkin. Shu hamda biz buni mashq qilishimiz lozim. Nima demoqchi o'g'lim? Mashq qilishimiz lozim.
Biz butunlay yo'qotdikmi? Biz qog'ozga yozib boqili. Mening ilkimda nimalar bor? Qanday fursat bor? Yine men nima ish qila olayman deb o'ylab boqsak, menimcha bir varaq qog'ozga biz qila oladigan nurg'un ishlar, biz erishgan nurg'un fursatlarni yoza olishimiz mumkin. Men hamma narsani yo'qotdim deydigan tushunmaydi. Bir mo'minga nisbatan agar u Allohni yo'qotib qo'ymagan bo'lsa, u yana nurg'un narsalarga qayta erishish imkoniyati bo'ldi. Biz ota-onamizni yo'qotib qo'yamiz. Ota-onamizni yo'qotib qo'yamiz. Ya'ni o'zimizdan sirt har qanday bir narsa her vaqt biz yo'qotib qo'yish ehtimolligi bo'lgan narsalar. Bir mo'mindan, musulmondan talab qilinadigan narsa, bayam deganimdek, kelgan musibatga sabr qilish va uni qabul qilish, kelgusidagi ishlarga nisbatan imkon qadar tashvishni, andishini eng tuvanchakka tushirish. Ya'ni ziyoda g'am yeyish orqali o'zimizni barbod qilmaslik. Andan keyin uchinchi usulimiz, shu islomning hayot usulini, musulmonlikning hayot falsafasini oilada o'zimizni yaxshi tushunish va boshqalarga tushuntirish, bolalarimizga tushuntirish. Bu qanday narsa desa, hayotlik har vaqt xushal daqiqalardan tarkib topgan emas. Hayotlikda chuqur achchiq bo'ldi, tatliq bo'ldi. Chuchumal vaqtlar ham bo'ldi. Xuddi 1 yil 4 fasldan tarkib topganiga o'xshash bizning hayotimizmi her vaqt xushal daqiqalardan tarkib topmaydi. Jasurlik xushal paytlarda botir bo'lish emas. Haqiqiy jasurlik mayli xushal paytlarda yoki eg'ir paytlarda o'zimizning eng zo'r darajadagi sovuqqonligini saqlab, biz duch kelgan musibat, qiyinchilik, baloyi qazolarni bir temkin qalb bilan qabul qilish. Islom bizga o'rgatgan narsa shu amaliyotda. Islom bizga o'rgatgan narsa shu. Taqdirga iymon keltirishning qimmati nima? Taqdirga iymon keltirishning qimmati shu. Yuz bergan ishlarda chuqur bir hikmat bo'lishi mumkin. Alloh buni bekova taqdir qilmaganda menga. Buningga men saqlab boqay deyishni bilishdi. Shunlashqa Qur'oni Karimdagi taqdirga iymon keltirganlarning qoidasini so'zlab, ular ketganga qayg'urmaydi. Ya'ni o'tib ketgan ishga qayg'urib, nima deb buni mendan ey Alloh ep ketding deb tizini mushlab o'ltirmaydi. Ikkinchisi ayatda yuz beradigan ishlarga nisbatan bugunni unutib ketib turib, butunlay ayatdagi qiyin xatarni o'ylab hareketden to'xtab qolmaydi deganlik. İman boshqa narsa emas. Agar biz keltirgan iymon hayotimizni bunda kontrol qilinmasa, bizning hayotimizda yuz bergan masalalarni tushuntirish uslubimizga ta'sir ko'rsatmasa, o vaqtda biz islom bizga o'rgatgan iymonning mohiyatini bilmagan bo'lamiz. Buni qo'l farishtalarga iymon keltirish, kitobga iymon keltirish, oxiratga iymon keltirish degandek moddalardan tarkib topgan bir prinsiplar emas. O keltirgan iymonning bizning hayotimizda qanday o'zgartiradiganligini bilish deganlik. To'rtinchisi, biz uchrayotgan bu krizisning, qiyinchilikning Allohning bizni tavlaydigan bir fursat ekanligiga ishonish. Ya'ni Mevlana Jaloliddin Rumiyning bir mashhur so'zi bor. Her bir mahrumiyet bir muyassariyat. Her bir muyassariyat bir mahrumiyet. Bunun ma'nosi her qanday bir mahrum qilishda bir erishish bor. Her qanday bir erishishda yana bir mahrum qilish bor. Her qanday bir qiyinchilikning o'zimizni yetildiradigan, o'zimizni taraqqiy qildiradigan, ya'ni bizni tavlaydigan bir o'choq ekanligini, bir fursat ekanligini bilish. Ya'ni garchi o qiyinchilik bir qiyinchilik bo'lsin bu, bizni azoblasin-mu, ammo ma'lum jihatdan o hayotning bizga sungan bir darsi. Ya'ni hayotlikdagi bir normal maktab. Biz sahobalarning hayotiga qarab boqaylik. Qaysi o maktabdan chiqmagan? Qur'oni Karimda shunchalik jiq oyatlar bor. Allah sizlarni sinamay turib jannatga kirmaydi. Mush insonlarda bo'lsin deb bir qancha yerda takrorlaydi. Sinash boshqa narsa emas. Mana mush xil qiyinchiliklar. Shunlashqa qiyinchilikning ichida qolgan vaqtda agar mush qiyinchilikqa men sog'lom pozitsiya bilan muomala qila olsam, o vaqtda men o'zimni kuchaytira olayman. Bu qiyinchilik meni izovetidigan, menga zarba bo'ladigan bir zarba emas, balki meni texmi yuksak pallalarga ko'taradigan bir palampay deb qarasak, o vaqtda bu qiyinchilik bizga foydali bir narsa bo'lishi mumkin. Ya'ni biz deymiz ya, hayotdagi nurg'un achchiq saboqlar bizga bir narsa o'rgatadi. Ya'ni bizda bir maktabimiz bo'ldi. Ammo hamma odamlarga bo'lmaydi. Qanday odamlarga bo'ldi? Dal shu qiyinchilikni maktabga aylantira olgan, sinoqqa aylantira olgan. Ya'ni qiyinchilikqa shu xil pozitsiya tutishni bilgan kishilar andan keyin o darsni ola oladi. Bo'lmasa hayotda nurg'un kishilar bor. Beshidan nurg'un issiq sovuq o'tgan. Ammo hech o issiq sovuq o kishilarga dars o'tmagan. O issiq sovuqdan yetarli dars ololmagan. Onun sebebi menimcha dal shu issiq sovuqda ular qaqshab bilan o'tkazib yotgan. Mening beshimga nimishqa bu ish keladi? Nimishqa hammalarniki kelmagan ish mening beshimga keladi deb shuningga kirishib qilib, uning qanday dars olishni unutib qolgan kishilar bo'ldi. Mushi jihatdan aytganda, hozir bizning mamlakat vatanimizdan qo'ldan ketishi, albatta bugungi ish emas. Tarixda qo'ldan ketishi ve bugungi kunda buning fojialik shaklda bizga ifodalanishi va bizga o'xshash, nayt Azandagi bir turkum Uyg'urlarning ma'lum bir shakl
sebepler bilen chet elga chiqib kelishi ve hozirgi qiyinchiliklarga qilishimiz balkim Allohning bizga bergan g'oyat zo'r bir fursati bo'lishi mumkin. Biz bu fursatda o'zimizning nomini ya tarixning oltin daraxtlariga yozamiz, ya la'nat daraxtiga mixlaymiz. Ya'ni biz bu fursatda faqat o'zimizning ham ishini qilib, o'zimizga markazlashib, vatan millatning hech qanday masalasi bilan korimiz olmay, bunda yashash orqaliqmi vaqtimizni o'tkazishimiz mumkin. Ammo Alloh meni bigoga chiqmagan. Mening mishada erkin yashashimning chuqum Allohning mendan kutgan bir narsasi bor deganni tunish orqali balkim biz kelgusida farzandlarimizga, avlodlarimizga qo'yib qo'yaligidek bir miros qoldira olishimiz mumkin. O'zimizning jasorati bilan, qilgan ishlari bilan, amali bilan. Endi oxirida, endi 5-inchisi sizlarga deydiganim, mushu tirishchanlikning kuchiga bolalarimizni ishontirishimiz lozim. Bu qarmoqqa oddiy bir gap. Nurg'un odam balkim bunu sen demesang biz bilimiz deyishi mumkin. Ya'ni hamma odam tirishmasa natija qozong'ili bo'lmaydiganligini biladi deyishi. Ammo men shunda o'ylayman, biz tirishchanlikning kuchiga haqiqiy ishonmaymiz deb o'ylayman. Uning bunda bir tarixiy orqa ko'rinishi bor, mening tahlilimcha. Balkim to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Yoki mening qarashimcha. Biz bu yerda o'ltirganlar mutlaq ko'pimiz vatandan chiqqan. Bizning vatanimiz bir mustamlika qilingan bir tuproq. Biz Xitoyning siyosiy zulmi ostida bir adolatsizlik ostida yashagan kishilar. Adolatsiz jamiyatning bir alohidligi insonlar tirishgan emgikining natijasiga loyiq mevasiga erisholmaydi. Mayli o'quvchi, mayli tijoratchi buni hammasini biladi. Masalan, biz maktabda o'qiganlar deylik. Nihoyatda tirishib o'qigan o'quvchi bolalarning o'rniga unda tirishmagan boylarning, boshliqlarning bolalari maktablarga ketdi. Ya'ni orqish qilish bilan egri-buri yo'llar orqali ular jamiyatda kiyim takımı yüksek orunlarga erişelaydi. Hem de bu başkalı oynayacak vakitte hiç gündüz ügünüş kılıp, kitap okuyup kılgan balalarga nispeten bu nim buluşu mümkün? O balı kanda oynayışı mümkün? Çok mu oylaydı? Nim paydası benim tirişkenimden. Mayada fakat tirişmagan, ügünüş kılmagan bir büyük. Menden obdan mektep gelip okudu. Ama ben bütün vaktimi sebep kılıp okup benim ahir erişken orunun bulunsa deydiğen iş bizim vatanda umumlaşkan. Bu da hemmimiz menimce etrafımızda köygen. Ondan sonra dikin kanda oylayımızda ben tirişip etmeydi. Tirişsam mı berbir deydiğen neyse. Bu adakı bizim yuşun enimizle özleşip ketken bu. Biz hani his kılamayız. İkincisi, mesela biz ticaretçilerimizde baylarımızı misal alaydı. Gerçekten umumi cihetten tirişkandek bolsa mu? Ama bizim vatandan yine şu aşağı adaletsiz muhitte köp pul tapkan kişilerin mutlak köpü baylarının. Münasebet, ma'lum bir kuchga tayanmaganlari yo'q deyardik. Ya'ni boshdan oxiri o'zining iqtidori va emgiki tayanib turib, o boyliqni yaratganlar unchalar chiqamiz. Buni biz texim bilamiz. Atrofimizdagi pulisini ait jiq degan xohlagan bir boyni o'ylab baqsam, uning cho'qim ma'lum bir yerda bir yaqini, bir boshliqi, bir bilimisining borligini va shu xil yo'llardan maqanligini. Andan keyin bakirga o zo'rliq kuchga tayangan. Ya'ni mushtumiga tayangan. Şu xil kuchiga tayangan kishilarning jiqroq pul topganligiga biz shohid. Unda ahvol ostida sen naqancha normal yo'lda tirishsangmi pul topolmaysan degan narsa bizga. Endi uchinchisi, bizning vatandagi eng tirishchan qatlam kim? Dihallar. Hech qaysimiz biz dihallardanmi bak emgakchan tirishchan deyamaymiz. Jamoaning eng erini tortadigan, emgakning eng ko'pini qilgan kishilar kimlar? Dihallar. Ammo eng namrat, eng eri zulmda yashayotgan kishilar kimlar? Endi bunday ahvol ostida demakchi o'g'lim biz tirishchanlikning mevasini adalet ile köygen adamlarimiz. Elbette bu mutlak emas. Bunu çok eskartishim lazım. Elbette şu şarait içinde öz küçüğü tayinip tirishchanlik ko'rsatib, g'alaba qozongan, natija qozongan nurg'un kishilar bor. Ammo men degan o taraflarni bizning xili zo'r qism kishilarimizga ta'sir ko'rsatgan. Endi hozir chet eldimi? Bayon deganim ko'rishasiz. Qancha tirishsakmi deydigan bir narsa bor. Ham yana bir jihatdan ig'ir ahvolda qolgan kişilerde bunda bir narsa oldu. Umutsuzluklarımız ve mağlubiyetlerimizi düşündürüş için biz özümüz bazı bahanelerni uydurup çıkarıp işine alırız. O xil tuyg'umuz bu var. Şunlaşqa bir yerde ta'kidlab qo'ydiganim, biz mag'lubiyatimizni aqlaydigan bahonalarga markazlashgan zihniyatimizni qanday qilsak g'alaba qilamiz deydigan, ya'ni chora izlaydigan zihniyatga almashtirmoqcha biz ya'ni aldığı olmaymiz. Mening birinchi leksiyam asosan mushunga oxirlashdi. Yig'in chaqlaganda mening demoqchi bo'lganim shu. Kayfiyat yuqumliq. Ota-onaning oilada yaratgan kayfiyati bolalarga ta'sir ko'rsatadi. Hozirgi ota-onalarning oiladagi ziyoda qaqshash va shikoyatlari
Çoxum bizning balalarımızın ümitsizlenishiga ve bu ümitsizleniş balalarning maktabdagi o'rganish qilish qizg'inligiga g'oyat zo'r darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunlashqa ota-onalar bu xil xato turmush odatiga xotim berishi lozim ve bunu yengish uchun o'zimizning eng cho'ng angushtiri bo'lgan İslam dinimiz yani akidemiz, imanımızdan faydalanıp değil. Çünkü biz tuluq faydalanmadık, onun kudretini tuluq hayatımızda partiltanmadık der böyleyim. Bayan dedim ki biz akidemiz var ama akidemizin hayatımızdaki tesiri, onun ifadesi menimce yeterli emas. Şu akidemizin kudretinden faydalanıp biz en zor derecede hayattaki bu pasif keyfiyatlardan kurtuluşa tirişimiz lazım. Bizim aileden şu kakşaşını azaltışımız, özümüzün tirişçanlığını küçeytişimiz, anladaki bizim balalarımızga texmi yaxşı bir kelgüsü yaratışımız. Ahırda, eğer bizim balalarımız da bizim Türk sabaktaşlarımın şundaq deydiken dep kelse, menimce biz ulağa muşu xil meselelerini düşendirdiğin bir cevap tepişimiz lazım. Menimce bu cevap, men öyle balalarımı deydiğin cevap, balam biz ulağa okşamayımız deyim. Biz başka, ula başka. Ulanın özünün devleti var, bizden yok. Ula bir hesi tirişse biz 20 tirişimiz lazım. Sen üzerine ulağı oğuştup durup, ben ulağçılık tirişsem bunu da boylam kalsam hatalaşkan bunu sana diyeyim. Onun için ben onun azılı paydasını gözümde boylayayım. Belki silahımın paydasını görüş anlamam. Ben bana rahmet.